Assalomu alaykum. Bizni bobomizlar Ahmad Hoji Anam deyishar edi. O'qimishli odam edilar. Ancha kitoblari bo'lar. Assalomu alaykum. Bizni bobomizlar Ahmad Hoji Anam deyishar edi. Uyda ancha kitoblari bo'lardi. Bizni yoshligimizda kitobga qanaqadir otamizda qiziqtirganlar rahmatli. Ancha kitoblar bo'lar edi, kutubxona bo'lar edi. Ilgari ko'pchilik bilishadi katta odamlar. Magazindan, kitob do'kondan 1 so'm 30 tiyinga o'zimiz kichkinaligimizda Said Ahmadni Ufq trilogiyasini olib o'qiganmiz. Kitoblar arzon bo'lgan. U degani 4 ta 5 ta nonni puliga bitta yaxshi katta kitob, qalin kitob berar edi. Juda ko'p kitob o'qilar edi. Endi hozir monopoliya qilib juda qimmat bo'lib ketdi kitoblar. Shayxi tafsiri halol kitoblari 450 ming. Ahmad Lutfiy Qozonchini kitoblari bor, 240 ming turadi. Bu kitoblar o'qilishi kerak bo'lgan kitoblarda. Shuni yoshligidan bolalar o'qib, kichkina broshuralar ozzon qilib chiqarilsa, shuni mutasaddilar nazorat qilib tursa, bunaqa qimmat qilib yuborsa, Shayx rahmatli faqat pul uchun yozmaganlar-ku. Buni avtorlik huquqi deb turib katta narsa qo'yishmasa, shular pul olishmasa kerak bo'lsa, chunki pul olingan narsani savobi kamayib yoki yo'q bo'lib ketishi mumkin-ku. Mana Baxtiyor oila oxiriga o'qigan kitobimiz 48 ming. Shular 10 ming, 20 ming bo'lsa ko'pchilikka foydasi tegadi-ku. Shu boylikni ustiga boylikka ruju qo'yib, katta narsalarni katta foyda qilmasdan xalqqa manfaat bo'lsin deb ozzon qilib chiqarilsa, keyin bolalar o'qimasmikin? Hozir hech kimni uyda kutubxonasi bo'lmasa kerak. Biznikida ilgarilari bo'lgan o'sha paytda. Hozir mana 4 ta kitobimiz yo bor yo yo'q. Shuni bir nazorat qiladigan organlar bir nazorat qilib, ozzon qilib bersa, bolalarimiz o'qisin, o'qimishli bo'lsin, ziyoli bo'lsin. Insof tilaymiz. Nima deymiz? Shular iloji boricha farzandlarimizga ozzon kitob chiqarib bersa yaxshi bo'lardi.